Siz hech qachon shaytonning farishta niqobida kelishini ko'rganmisiz? Men ko'rdim. O'sha kuni, o'sha jazirama tush paytida begona eshikni taqillatganimda, men o'z taqdirimni, o'z oilamni, o'z borlig'imni qimorga tikayotganimni bilmasdim. U ayolning tabassumi, dasturxoni, ochiq-sochiq kiyimi. Bularning barchasi shunchaki tuzoqning bezagi ekan. Men bir lahzalik nafs deb bir umrlik baxtimni yoqib yubordim. Endi esa, endi menda na uy bor, na oila, na halovat. Bu hikoya xiyonat haqida emas, bu erkak kishining bir lahzalik zaifligi qanday qilib uni tubsizlikka uloqtirishi mumkinligi haqidagi achchiq haqiqatdir. Tinglang va ibrat oling. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim yo'q. Aniqrog'i, hozir bor yo'g'i xoin, ahmoq, yutqazgan odam degan ismlarim qoldi. Yoshim 34 ta. Lekin ko'zlarimga qarasangiz, 50 yoshli odamning charchog'ini ko'rasiz. Bugun sizga aytib beradiganlarim shunchaki hikoya emas. Bu mening tavbam. Bu mening ogohlantirishim. Ayniqsa o'g'il bolalar, yigitlar, oila boshliqlari. Meni diqqat bilan eshiting. Chunki shaytonning tuzog'i har doim ham qo'rqinchli bo'lmaydi. Ba'zan u shunday shirin, shunday jozibali bo'ladiki, siz o'zingizni qanday qilib jarlik yoqasida turganingizni sezmay qolasiz. Keling, hammasini boshidan boshlayman. Yangi uylangan paytlarim. Yosh edim, g'ururim osmon edi. Lekin cho'ntak bo'sh. To'ydan keyin qarzga botdik. Qarz bu erkak kishining bo'ynidagi eng og'ir zanjir ekan. Ilojsizlikdan yosh kelinchagimni, endigina qurilgan issiq uyimni tashlab, Rossiyaga, sovuq o'lkalarga ishga ketdim. O'sha paytda mahallamizdagi tengdoshlarim xotinlari bilan yetaklashib baxtli yurishardi. Men vagonlarda, qurilishlarda loy kechib yurardim. Birinchi farzandim. Qizalog'im men o'sha yoqlarda yurganimda dunyoga keldi. Uning ilk yig'isini, ilk kulgusini ko'ra olmadim. Telefonda xotinimning qizli bo'ldik degan yig'lamsiragan ovozini eshitib, men ham yigit boshim bilan yig'laganman. Musofirlik. Noni qattiq ekan. Och qoldim, ko'chada qoldim. Oylab ishlaganimdan keyin pul yo'q deb haydagan xo'jayinlar ham bo'ldi. Lekin tishimni tishimga qo'yib, qarzni uzish uchun ishladim. Qaytib kelganimda qizim 1,5 yoshda edi. Eng alam qilgani nima bilasizmi? Qizim meni tanimadi. Dada deb bag'rimga otilmadi. 2 hafta mendan qochib yotsirab yurdi. O'z bolang seni begona deb bilsa, bu og'riqni faqat boshidan o'tkazgan biladi. O'shanda qasam ichdim, bo'ldi. Boshqa hech qayerga ketmayman. Nima bo'lsa ham oilamning oldida, o'z vatanimda bo'laman. Lekin vatanimda ham rizqimni topish oson bo'lmadi. Ustachilik qildim, bozorga chiqdim, mol olib sotdim. Qilmagan ishim qolmadi. Bu orada yana 2 ta farzandli bo'ldik. Oila kattalashdi, xarajatlar ortdi. Har kuni kechqurun yotish oldidan ertaga nima qilaman? Bolalarimga nima yediraman degan o'y miyamni kemirardi. Bu o'ylar meni o'zgartirdi. Jahldor, asabiy bo'lib qoldim. Xotinim bilan tez-tez urishadigan, arzimas narsaga baqiradigan bo'lib qoldim. U bechora ham charchagandi, lekin men buni ko'rmasdim. Men faqat o'z muammolarim bilan band edim. Oxiri ming azob bilan bir ish topdim. Chiroqchilik. Elektr hisoblagichlarni tekshirish, ko'rsatkichlarni yozib yurish. Maosh unchalik katta emas, lekin har holda tayinli ish deb xursand bo'ldim. Lekin bu ish meni ko'p xonadonlarga, ko'p taqdirlarga guvoh qildi. Ishim ertalabdan kechgacha davom etardi. Tik oyoqda, uyma-uy, qavatma-qavat. Kechqurun oyoqlarim zirqirab og'rirdi. Uyda yana janjal. Bir kuni xotinim bilan qattiq aytishib qoldik. Sabr kosam to'lib unga qo'l ko'tardim. Birinchi marta. U yig'lab bolalarni oldida onasining uyiga ketib qoldi. Ketsa ketaversin, o'zi qaytib keladi deb o'yladim g'ururimga sig'inib. Orqasidan bormadim. Uyda yolg'iz qoldim. Mana shu yolg'izlik. Bu bo'shliq.
Bu erkak kishi uchun eng katta dushman ekan. 10 kun o'tdi. Men ertalab chiqib ketaman, kechasi kelib muzdek uyda bir o'zim yotaman. Ovqat yo'q, choy yo'q, bolalarning kulgusi yo'q. Faqat 4 devor va men. Hamma narsadan ko'nglim sovib, dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib yurgan paytlarim edi. Ayni yoz chillasi. Kun qizdiryapti. Tush payti. Qornim och, chanqaganman. Ko'p qavatli uylardan birida yuribman. Bir xonadonning qo'ng'irog'ini bosdim. Eshik ochildi. Ostonada yoshgina 24-25 yoshlar atrofida husni oydek bir qiz paydo bo'ldi. Uning ustida yubka deyarli shaffof, oppoq xalat bor edi. Xalat uning oppoq sonlarini zo'rg'a yopib turardi. Men bir muddat gangib qoldim. Ko'zimni qayerga olib qochishni bilmay qoldim. "Keling, nima xizmat?" deb so'radi u muloyim ovozda. Men tilim aylanmay chiroqchilardan ekanimni, hisoblagichni ko'rishim kerakligini aytdim. "Kiravering, marhamat", dedi u eshikni kattaroq ochib. Uyga kirdim. Ichkari salqin, konditsioner ishlayapti. Dimog'imga qandaydir shirin, ishtahani ochadigan taom hidi urildi. Bu salqinlik, bu hid tashqaridagi jaziramadan keyin menga jannatdek tuyuldi. Ishimni tezda bitirdim. Hisoblagichni ko'rdim, yozdim. Ketishim kerak edi. Lekin chanqoqlik va ichimdagi shayton meni to'xtatdi. "Uzr, singlim. Bir stakan suv bersangiz, juda chanqab ketdim", deb so'radim. Qiz menga bir qarab oldi. O'sha qarash. Unda hayronlik yo'q edi. Unda qandaydir o'yinqaroqlik, chorlov bor edi. "Albatta, yuring oshxonaga", dedi u va oldinga tushib yurdi. Men uning orqasidan ergashdim. Uning yurishi, harakati, hammasi meni o'ziga tortardi. Oshxona ham shinam, toza edi. U menga stulni ko'rsatib, "O'tiring", dedi. "Yo'q, men shundoq ichaman-u ketaman", dedim noqulaylanib. U kuldi. "Shoshmang, o'tirib iching", dedi qat'iyroq. Men o'tirdim. U muzlatgichni ochib, "Fanta ichasizmi yoki kola?" deb so'radi. "Oddiy suv bo'lsa bo'ldi", dedim men. Lekin u mening gapimni eshitmagandek ikkala ichimlikdan ham quyib oldimga qo'ydi. Men ichdim. Muzdek ichimlik tomog'imni kuydirib o'tdi. Qiz ro'paramda turardi. U mening ko'zlarim qayerga tushayotganini, holatimni sezib turardi. Va eng dahshatlisi, u bundan uyalmasdi. Aksincha, u o'zini yanada erkinroq tutardi. Gaz plitasida dimlama pishayotgan ekan. Bir o'zim ovqat yegim kelmay turgandi. "Yaxshi bo'ldi, sherik topildi", dedi u va mening qarshiligimga qaramay oldimga bir lagan ovqat qo'ydi. Keyin stolni to'ldirib tashladi. Non, salat, shirinliklar. Men o'zimni xuddi tushdagidek his qilardim. 10 kundan beri tuzukroq ovqat yemagan, xotinning mehrini ko'rmagan erkak uchun bu katta sinov edi. Men ovqatlandim. U esa tinmay gapirardi, kulardi. Uning ovozi, kulgusi menga shu qadar yoqimli eshitilardiki, men o'zimning kimligimni, oilam borligini, bu begona uy ekanligini unuta boshladim. Ovqatlanib bo'ldik. Qiz dasturxonni yig'ishtirish uchun o'rnidan turdi. Va shu payt, tasodifmi yoki ataylabmi bilmayman, uning xalatining bog'ichi yechilib ketdi. Xalat ochildi. Uning butun badani ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi. Mening miyamdagi oxirgi tormoz ishdan chiqdi. Men o'rnimdan otilib turdim. Unga yordam berish uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi? Qo'l cho'zdim. Qolgani xuddi tuman ichida sodir bo'ldi. U qarshilik qilmadi. U kuldi. "Sizga syurprizim bor", dedi u meni yotoqxona tomon boshlab. Men o'sha lahzada hayvon edim. Nafsining quliga aylangan, ko'zi ko'r bo'lgan erkak edim. Biz 1 soatcha birga bo'ldik. O'sha 1 soat ichida men o'zimni dunyodagi eng baxtli erkakdek his qildim. Xotinim, bolalarim, qarzlarim, muammolarim hammasi yo'qolib ketdi. Uning uyidan chiqqanimda o'zimni yengil his qildim. Uyga bordim, dam oldim. Kechga yaqin uyg'onsam,
Xotinim va bolalarim qaytib kelishibdi. Uy supurilgan, ovqat qilingan, bolalarim o'ynab yuribdi. Men xursand bo'lib ketdim. Xudoga shukr, hammasi joyiga tushdi. O'sha qiz bilan bo'lgan ish esa shunchaki bir sarguzasht bo'lib qoladi, hech kim bilmaydi deb o'yladim. Ahmoq ekanman. Chuchvarani xom sanabman. Ertasi kuni ertalab eshik taqilladi. Ochsam, militsiya formasidagi bir kishi turibdi. Yuzi sovuq, ko'zlarida qandaydir ayyorlik bor. "Siz falonchimisiz?" deb so'radi. "Ha", dedim hayron bo'lib. "Sizning ustingizdan shikoyat bor. Kecha bir qizning uyiga chiroqchi niqobida kirib, uni zo'rlagansiz", dedi u. Mening oyoqlarimdan jon chiqib ketdi. "Nima? Qanaqa zo'rlash?" "Uning o'zi." "Gapirmang", dedi u. "Yuring bo'limga." Meni olib ketishdi. Lekin bo'limga emas. O'sha qizning uyiga olib borishdi. Ichkariga kirdik. Kechagi mehmondo'st qiz endi yig'lab o'tirardi. Menga videoni ko'rsatishdi. Yotoqxonada yashirin kamera bo'lgan ekan. Hamma narsa, mening kirishim, uning nozlanishi, keyingi ishlar. Hammasi yozib olingan. Lekin videoda shunday ko'rinardiki, go'yo men unga tashlanayotgandek, u esa noilojlikdan ko'nayotgandek. "Mana dalil", dedi formadagi odam. "Zo'rlash. 10 yildan 15 yilgacha qamalish." Men dong qotib qoldim. Bu tuzoq edi. Professional darajada uyushtirilgan tuzoq. "Nega bunday qilyapsiz? Axir o'zingiz xohladingiz-ku", deb baqirdim qizga. Qiz ko'z yoshlarini artib menga sovuqqonlik bilan qaradi. "Pul to'lasangiz, arizamni qaytib olaman. Bo'lmasa, qamalib ketasiz. Videoni xotiningizga, mahallangizga, ishxonangizga tarqatamiz", dedi. Ular so'ragan summa. Bu mening hayotimda ko'rmagan pulim edi. Men yalinib yolvordim. Foydasi bo'lmadi. "Uyingni sotasan, mashinangni sotasan, topasan", dedi militsioner. Keyin bilsam, u ham soxta qizning sherigi ekan. Men chorasiz qoldim. Qamalishdan, sharmanda bo'lishdan qo'rqdim. Yashab turgan uyimni, bolalarimning rizqini sotdim. O'sha ifloslarga berdim. Biz yana onamning eski uyga, bir xonali kulbaga ko'chib o'tdik. Lekin sir saqlanib qolmadi. Xotinim. U sezdi. U surishtirdi. Va hamma gapdan xabar topdi. O'sha kuni uning ko'zlaridagi nafratni ko'rgandan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Men sizga ishongandim. Siz esa, dedi u va bolalarimni olib bu safar butunlay ketdi. Menga bunaqa iflos, xoin kerak emas, dedi u ketayotib. Men ishdan ham haydaldim. Chunki bu gap so'zlar tarqalib ketdi. El-yurt oldida bosh ko'tarolmay qoldim. Hozir mening na uyim bor, na ishim bor, na oilam bor. Men bo'mbo'sh xonada, 4 devor ichida yolg'izman. Anavi qiz, o'sha fohisha, u hali ham tinch qo'ymaydi. Har zamonda qo'ng'iroq qilib, yana pul talab qiladi. Yana videong bor, agar bermasang tarqataman, deydi. Men uning kuliga aylandim. Bir lahzalik nafs, bir martalik mazza meni bir umrlik kulga aylantirdi. Ey erkaklar, do'stlarim, ukalarim, mening holimga qarang va ibrat oling. Ko'chada, ishda, internetda sizga kulib qarayotgan, nozlanayotgan begona ayollar. Bilingki, ular shunchaki ayol emas. Ular sizning halokatingiz bo'lishi mumkin. Ayolning makri 40 tuyaga yuk bo'ladi, deyishadi. Men o'sha yukning ostida qolib ketdim. Sizning uyingizda kutayotgan halol juftingiz, bolalaringizning kulgusi, mana shu haqiqiy baxt. Uni ko'cha-ko'ydagi 1 soatlik lazzatga almashtirmang. Chunki bu lazzatning narxi butun hayotingiz bo'lishi mumkin. Men bilmay bosdim tikonni. Endi tortayapman jabrini. Lekin bu jabr juda og'ir ekan. Juda og'ir. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va oilangizni asrang.